Shirqovoqni eng oson tayyorlanadigan usuli bilan o'rgataman. Bonusiga esa qovoqli oladyi. Instagramni varaqlab ko'rib qoldim. Kimdirlar shirqovoq uchun qovoqni mayda ko'pik qilib to'g'rashar ekan yoki terkadan chiqarishar. Men esa qovoqlarni katta bo'laklarga bo'lib, ustiga guruch, tuz va suv solib qaynataman. Har safar shirqovoq yeganimda qovoqimdan 2 bo'lagini olib blenderda maydalab, unga 1 stakan qatiq, 1 qoshiq qaymoq, bitta tuxum, shakar, ichimlik sodasi, ghi yog'i va un solib yaxshilab aralashtiraman. Keyin esa yog'siz tavada 2 yog'ini shunaqa qizartirib pishirib ishoninglar, bu oladyilar kuz kayfiyatini beradi va oddiy oladyilardan ancha mazali. Endi shirqovog'imni qovog'i bilan guruchini yaxshilab pyure yasaganda ezib olaman va sut solaman. Sutda qaynab chiqqandan keyin shakar solib, shira torttirib qaynataman. Bir zumda qovoqli nonushta ham tayyor. Kuz bu kayfiyat tushadigan fasl emas, aksincha juda ham mazali va yorqin fasl. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shirqovoqni eng oson tayyorlanadigan usuli bilan o'rgataman. Bonusiga esa qovoqli oladyi. Instagramni varaqlab ko'rib qoldim. Kimdirlar shirqovoq uchun qovoqni mayda ko'pik qilib to'g'rashar ekan yoki terkadan chiqarishar. Men esa qovoqlarni katta bo'laklarga bo'lib, ustiga guruch, tuz va suv solib qaynataman. Har safar shirqovoq yeganimda qovog'imdan 2 bo'lagini olib blenderda maydalab, unga 1 stakan qatiq, 1 qoshiq qaymoq, bitta tuxum, shakar, ichimlik sodasi, ghi yog'i va un solib yaxshilab aralashtiraman. Keyin esa yog'siz tavada 2 yog'ini shunaqa qizartirib pishirib olaman. Bu oladyilar kuz kayfiyatini beradi va oddiy oladyilardan ancha mazali. Endi shirqovog'imni qovog'i bilan guruchini yaxshilab pyure yasaganda ezib olaman va sut solaman. Sutda qaynab chiqqandan keyin shakar solib, shira torttirib qaynataman. Bir zumda qovoqli nonushta ham tayyor. Kuz bu kayfiyat tushadigan fasl emas, aksincha juda ham mazali va yorqin fasl. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.